Hurmatli talabalar, bugun demak ko'krak mushaklarini o'rganib chiqamiz. Bu yerda ko'krak, diafragma va qorin mushaklarini boshlanish joyi, qayerga birikishi va ularni bajaradigan vazifalari bilan ko'rib chiqamiz. Demak, ko'krak mushaklari ko'krakning mushaklarini o'zi bir necha qavat bo'lib joylashadi. Ko'krak muskullarida ikkiga bo'lib yuboramiz biz. Birinchi guruhiga ko'krak qafasida boshlanib, yelka kamari va yelka suyaklarida tugaydigan muskullar kiradi. Bu degani o'sha mushaklarimiz boshlang'ich joyi ko'krak qafasi bo'lyapti. Ularni borib bog'lanadigan ikkinchi uchi yelka kamari yoki o'sha yelka suyagi bo'lib tugayapti. Shuning uchun birinchi guruhga kiradi. Ikkinchi guruhimiz esa o'sha ko'krakning xususiy muskullari deb aytiladi, yo avtoton muskullar deb aytamiz. Buning asosiy sababi ko'krakning xususiy muskullari ko'krak qafasida boshlanadi va ko'krak qafasida tugaydi, tashqariga chiqmaydi. Endi keyingisi, birinchi guruhga kiradigan muskullarni sanaymiz. Demak, bu ko'krakning katta muskuli, musculus pectoralis major. Uning 3 ta qismi mavjud bizlarda. Musculus pectoralis majorni, ya'ni boshlanadigan joyiga qarab, demak, bizlar qismlarini, ya'ni paris nomlarini berib ketamiz. Bir boshda oladigan bo'lsak, demak, bizlarda bo'lyapti paris clavicularis, chunki o'mrov suyagining ichki lateral liniyasi bor, aynan mana shu musculus pectoralis uchun mavjud bo'lgan o'sha qismdan boshlanyapti. Shuning uchun paris clavicularis. Ikkinchisi paris sternocostalis deyiladi. Sababi tush suyagi bilan qovurg'a birga bog'langanligi uchun qovurg'a tush demak qismi deb aytamiz. Uchinchisi esa pars abdominalis, bu qorin muskullariga qo'shilib ketgani uchun. Mana bu pastdagi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, demak yuqori tomondan yo'nalishlari bir xil emas. Demak bizlarda o'sha ko'krak qismini olayotgan, o'mrov qismini oladigan bo'lsak, eng yuqorgi rasmda bizga ko'rsatib qo'ygan o'sha mallarang bilan o'mrovdan boshlanib yelka suyagiga, demak ikkinchisi ham bizlarda boshlanyapti o'sha boya aytilganimiz tush bilan qovurg'ani birikkan joyda boshlanib yelka suyagiga, uchinchisi ham demak ko'krak bilan o'rtada yashil, uchinchisi qorin qismi pars abdominalis, demak o'sha qorin qismidagi mushaklar bilan bog'lanib, demak ikkinchi uchi yelka suyagiga birikadi. Demak, birikayotganda ham yelka suyagini katta do'mbog'ini qirrasiga, chunki bizlar o'tganimizda yelka suyagida ham crista tuberculum majori bor edi, katta do'mboqni, demak qirrasiga borib bog'lanar ekan bularni. Agar faoliyatini oladigan bo'lsak, demak ko'tarilgan qo'lni tushirishga yordam beradi, tanaga yaqinlashtirib beradi va ichkariga burishga, pronatio qilishga yordam beradi. Agar bu boshqa ko'krak muskullariga ham tegishli, agar qo'l harakatlanmay turgan bo'lsa yoki o'z faoliyatini bajarmasa, faol bular demak ko'krak qafasini ko'tarilishiga va bizda o'sha nafas olishda havoni o'pkaga kirishiga yordam beradi. Mana bu yerda demak animatsion harakatlar bilan bizda aynan mana shu ko'krakning katta muskuli, musculus pectoralis major qisqarganda va bo'shashganda qanday holatlarni qo'lni, ya'ni bizlarda o'sha ko'tarilgan qo'lni tushirish yoki qo'lni demak bizlarga bo'ya pronasiya ichkariga burash kabi demak harakatlarni bajarib berar ekan. Keyingisi ikkinchi muskulimiz. Bu kichik ko'krak muskuli deyiladi. Musculus pectoralis major, minor. Agar musculus pectoralis majorni kessak, o'shani olib tashlasak, tagidan chiqadi, ya'ni ostida joylashadi. Ikkinchi qavatida bo'lib va joyni birikadigan joyni oladigan bo'lsalaring, 3-dan boshlab 3-chi, 4-chi va 5-chi qovurg'alarga birikadi. Ikkinchi uchi borib kurak suyagining processus coracoideus, ya'ni o'sha tumshuqsimon o'simtasiga borib birikyapti. Joylashgan joyi o'sha ko'krak muskulining, katta muskulining ostida joylashadi. Vazifasini oladigan bo'lsak, demak kurakning oldinga va pastga tortadi. Agar qo'l qimirlamay, harakatlanmay tursa, qovurg'alarni ko'tarib, bu ham demak o'pkaga havo kirishini ta'minlab beradi. Ya'ni nafas olishda ishtirok etadi. Bu yerda musculus pectoralis minorni kichik ko'krak muskulini mana boshlang'ich va o'sha kurak suyagida tumshuqsimon o'simtasiga birikish joyi ko'rsatilgan. Keyingisi demak o'mrov osti muskuli, musculus subclavius deyiladi, o'zi nomidan ma'lum, o'mrovning ostki tomonida joylashyapti. Demak bu o'mrov suyagini birinchi qovurg'a bilan demak birikish qismiga ulanadi, demak bir tomon, ikkinchi uchi esa demak extremitis acromialis uchini, demak o'sha klavikulani ostki tomoniga borib birikadi va faoliyatini oladigan bo'lsak, o'mrov suyagini pastga va ichkari tomonga tortishga yordam beradi.
Keyingi muskulimiz to'rtinchisi bu oldingi tishchali muskul, musculus serratus anterior deyiladi. Musculus serratus anterior demak o'sha qovurg'alarida joylashgan boshlanish qismiga e'tibor beradigan bo'lsalaring, tishchalar ko'rinishiga ega bo'lganligi uchun uch hosil qilganligi uchun demak oldingi tishchali muskul deb aytilyapti. Demak bu yuqoridan sanab kelganimizda 8-9 ta qovurg'amizga birikyapti, tana qismiga birikyapti. Ikkinchi uchi boryaptida kurak suyagining demak medial qirg'og'iga. Biz bilamiz kurak suyagida medial umurtqaga qaragan tomonida, yon tomonda lateral, ustida demak yuqoriga superior, margo superior bor. O'shaning demak bizlarda medial qirg'og'iga borib birikyapti. Faoliyatga keladigan bo'lsak, kurakni pastki burchagini oldinga va lateral tomonga tortadi. Kurakning lateral burchagini yuqoriga hamda medial tomonga yo'naltirib, qo'lni gorizontal holatdan, demak agar gorizontal holatda bo'lsa, yuqoriga ko'tarishimizga yordam beradi. Kurak qimirlamay turganda qovurg'alarni ko'tarib, bu ham xuddi o'sha vazifani bajaradi, ya'ni qolgan ko'krak muskullari bajarayotgan vazifasini, ya'ni o'sha qovurg'alarni yuqoriga ko'taradi va o'pkaga o'sha havo kirishiga yordam beradi. Nafas olishda ishtirok etadi. Keyingisi demak birinchi guruh muskullarni o'tib bo'ldik. Bularga bor yo'q o'sha 4 ta muskul kirar ekan. Musculus pectoralis major ko'krakning katta muskuli, musculus pectoralis minor ko'krakning kichik muskuli, musculus subclavius o'mroq osti muskuli va musculus serratus anterior. Demak bu oldingi tishchali muskul. Endi ikkinchi guruh muskulga o'tamiz. Bu ham ko'krakniki, ya'ni boya sizlar bilan aytib o'tdim. Birinchi ko'rganimiz demak qoidaga barchasi mos kelyapti. Ko'krak qafasida boshlanyapti va yelka kamari va yelka suyaklarida tugayapti. Demak bu birinchi guruhga qoidasiga to'g'ri kelyapti. Endi ikkinchi guruhga o'tadigan bo'lsak, bu avtotrol yoki bo'lmasa ko'krakning xususiy muskullari deb oldim. Nima uchun? Chunki ko'krak qafasining ichida boshlanib, ko'krak qafasining demak o'zida tugayapti. O'zidan boshlanib o'zida tugaydi. Bular ham 4 ta, hozir ko'rib chiqamiz. Umumiy olganda 8 ta ko'krak muskullarimizni o'rganamiz bugun ko'krakni o'zida. Endi ko'krak mushaklarini o'zida. Birinchisi demak qovurg'alar aro tashqi muskul. Musculus intercostalis externus. O'zi nomidan ma'lum. Demak bu ko'krakning xususiy muskullarini asosiy vazifasi ko'krak qafasini demak harakatini ta'minlash, demak nafas olishda ishtirok etish. Endi birinchi muskulimiz musculus intercostalis externus. Demak bu bizlarda bo'lyapti qovurg'alar aro tashqi muskul. O'zi nomi aytib turibdi. Qovurg'alar aro tashqi muskul yo'nalishi bo'yicha ko'ryapmiz. Demak qovurg'alarning oralig'ida joylashyapti va yuqoridagi qovurg'aning pastki uchidan boshlanib, pastdagi qovurg'aning yuqoriga burchagiga, qirrasiga borib birikyapti va buning o'ziga xosligi tashqi qovurg'alararo muskul. Demak bizlarda qovurg'alarning faqat suyak qismida mavjud bo'lib, tog'ay qismida tashqi qovurg'alar aro demak muskulni biz ko'rmaymiz, faqatgina demak qovurg'a tashqi tomonda ko'ramiz. Demak o'sha qovurg'alarning old tarafdan suyak qismidan tortib to umurtqa qismigacha demak davom etadi va buni asosiy vazifasi qisqargan vaqtida qovurg'aning tashqi tomonida joylashganligi uchun qovurg'alarimiz kengayadi va o'pkaga havo kirishini ta'minlab beradi. Ikkinchi muskulni oladigan bo'lsak, bu musculus intercostalis internus deyiladi. Xuddi o'sha muskulning ostida joylashgan, ya'ni qovurg'alar aro tashqi muskulni kesib olib tashlasak, mana uning ostki tomonida musculus intercostalis internus joylashadi. Mana ichki tarafida joylashyapti, xuddi shu narsa. Ya'ni qovurg'alarni bu ham shu, o'sha qovurg'alarimizni ichki tarafidan olamiz. Endi yuqoridagi qovurg'ani pastki burchagidan boshlanib, pastki qovurg'aning demak yuqoriga ichki tarafdan burchak demak qirra qismiga birikadi. Asosiy vazifasi endi qovurg'alar aro tashqi muskul. Agar tasavvur qiladigan bo'lsak, qovurg'aning tashqarisida turib qisqarganda qovurg'alarning oralig'i kengaysa, bu muskul qovurg'aning ichki tarafidan joylashganligi uchun qovurg'alar aro ichki muskul qisqarganda qovurg'amiz kichrayadi va o'pkadagi havo tashqariga chiqib ketishini demak bizlarda ta'minlab beradi. O'ziga xosligi qovurg'alar aro tashqi muskul faqat suyak qismidagina bo'lsa qovurg'alar aro ichki muskul demak to'laligicha qovurg'ani o'sha ichki tarafdan demak o'sha hozir aytganimizdek yuqorgi va pastki qismidan qirrasidan o'sha yuqorgi qovurg'a va pastki qovurg'aning yuqorgi qirrasidan butun oxirigacha, ya'ni demak umurtqalargacha demak davom etib borar ekan ikkita qovurg'ani oralig'ini to'ldirib. Keyingisi
qovurg'alar ostidagi mushaklar, demak musculus subcostalius, demak ko'krak qafasining ichki yuzasida joylashadi. Agar ko'krak qafasini frontal holatda teng ikkiga bo'ladigan bo'lsak, ko'krak qafasini demak bu old tarafida emas, ya'ni tush joylashgan emas, umurtqa joylashgan qismida, ya'ni anterior emas, posterior tomonida ko'rishimiz mumkin. Yashil rang bilan sizlarga berilgan yoki bo'lmasa mana frontal kesimda tush qismi bilan qovurg'ani teng yarmidan frontal kesyaptida, orqa tomondan ko'rsatyapti bizlarda va bu yerda 11 va 12 qovurg'alarning burchagi yaqinidan boshlanib yuqoriga qarab lateral bitta qovurg'a tashab keyingi qovurg'aga borib ulanadi, bog'lanadi, ya'ni qovurg'alar ostidagi muskul deb aytiladi. Qisqargan vaqtida demak nafas chiqarishda qovurg'alarni pastga tushirib nafasni tashqariga chiqarishda ishtirok etadi, bu vazifasi. Keyingisini oladigan bo'lsak, ya'ni ko'krakning ko'ndalang muskuli musculus transversus thoraticus hozir ko'rib o'tdik, ya'ni ko'krakni ikkiga bo'lib oldik, frontal. Bizlar orqa posterior tomonini ko'rdik va endi old tarafida, ya'ni agar ko'krak qafasi bo'lsa, tushning orqa tarafida, ya'ni ko'krak qafasi teng ikkiga bo'lindi va uning ichki tarafini ko'radigan bo'lsak, ya'ni tushning orqa tarafida biz ko'rishimiz mumkin, demak ko'krakning ko'ndalang muskuli musculus transversus thoraticus deyiladi. Boshlang'ich qismini ko'rayotgan bo'lsak, 2 va 4 qovurg'alar demak tog'aylariga birikyapti, oralig'ida birikyapti. Ikkinchi uchi esa demak bu tush suyagiga birikadi. Vazifasi qovurg'alarni demak pastga tushirib, havoni tashqariga chiqarishda ishtirok etadi. Demak ko'krakning xususiy muskullariga 4 ta muskulni kiritamiz. Demak bular bizlarda bo'lyapti. Bizda bo'lyapti demak qovurg'alar aro tashqi muskul musculus intercostalis externus, qovurg'alar aro ichki muskul musculus intercostalis internus va qovurg'alar osti muskuli musculus subcostalius va demak ko'krakning ko'ndalang muskuli musculus transversus thoraticus. Mana hozir ko'rganimiz mana shu to'rtalasi ko'krak muskullari bo'ladi. Endi muskullarni yodlayotganda birinchi xato shu ko'p e'tibor beraman talabalarda, qaysi muskul old tarafdan to'liq rasmda ko'rsatilgan bo'lsa atlasda o'sha ko'rinishda yodlab ketiladi. Yo'q. Har bitta muskulni agar qaysi mushak yoki o'sha qaysi mushakimiz qaysi guruhga, ya'ni o'sha ko'krak muskulini o'zini ham birinchi, ikkinchi guruhi deb yodlab olinsa, bunda o'sha test jarayonida ham, o'sha imtihon jarayonida ham adashib ketmaymiz, ya'ni savollarga to'g'ri javob bera olamiz. Har qancha muskul bo'lsa ham, mushak bo'lsa ham biz o'zimizga keragini ajratib yodlab olishimiz kerak. Demak, bu bizlar ko'krak muskullarini ko'rdik, bor yo'g'i 8 ta. Birinchi guruh 4 ta, ikkinchi guruh 4 ta.